Assalomu alaykum. Bugungi bekatimizda mashhur bloger Timur Alixonov va ayoli Maryam Farida. Farida Instagram sahifasida homiladorligi haqida post joylagan edi. Uning muxlislari hamda oila a'zolari juda ham xursand edi. Ammo xursandchilik uzoqqa yetib bormadi. Faridaning homilasi rivojlanmagani va homila yuragi urmayotganini aytib, Instagramga yangi post joyladi. Homilasidan ajralganligidan xafa Faridaga hamdardlik bildirib qolamiz. Bu videoni qanaqa boshlashni ham bilmayapman. Hammaga assalomu alaykum. Bilganingizdek, men homilador edim va yaqinda salkam 3 oy bo'lgan bolam tushdi. Hayotimdagi eng qiyin kunlarni yashab o'tdim desam ham bo'ladi. Hammasi yaxshi deb o'ylab uziga borganimda meni tekshirib turgan doktor jim bo'lib qoldilar. Tinchlikmi, nima bo'ldi deb so'raganimda, bolangiz rivojlanmay qolibdi, yurak urishini eshita olmayapmiz deyishdi. Birinchi hayolimga kelgan narsa, meni yuragim urishdan to'xtab qolsa yaxshiroq bo'lardi deb o'yladim. Juda ham ko'p alam va ayb his qilar ekan odam bunaqa vaziyatlarda. Bu videoni qo'yganimning sababi kimdir meni bechora deb o'ylab menga rahminglar kelish uchun emas, sizlarni juda ham yuragimga yaqin olganim uchun, sizlar bilan hamma yaxshi kunlarim bilan bo'lishganim uchun yomon kunlarimni bekitib o'tirish qanchalik to'g'ri deb o'ylab va Instagram meni hali ham homilador deb o'ylab menga tabriklar jo'natib, eson-omon qo'lingizga oling degan soобщениyalarni o'qib ahvolim juda ham yomonlashyapti. Shuning uchun bitta videoda hammasini tushuntirib berishga qaror qildim. Rahmat hammaga.